Assalamu alaykum. Biz bu yangi söz ögünüş sahifimizde bugün Gollandildagi ig'iz tilda bek ko'p ishlatiladigan so'zdan birini olib keldik. Ya'ni to'q. To'qning asosliq ikki xil ma'nosi bor. Birinchi xil ma'nosi yana bu hayronlik ma'nosini bildiradi. Ya'ni bir ishni bo'lmaydi deb keyin bo'lgan vaqtida hayron qolganlik. Masalan, hayz to'q komen u yana kepti yana bunda deyish orqali aslini kelmaydi deb o'ylagandim, lekin yanili kepti. Ik bin toch voor het examen geslaagd. Men yanili imtihanda o'tibdimi? Yani asli o'tamayman deb o'ylagandim, lekin o'tibdimi? Hij voelt zich niet lekker, maar hij ging toch naar de school. Onun bek mijazi yo'q, lekin u yanili maktabga bordi. Yani mijazi yo'q, asli maktabga bormaydi deb o'ylagan, lekin maktabga bordi degandek. Yani bu cümleni to'q kelmagan shaklda silishtirib tushunishinglar uchun uni ham keltirib qo'ydik. Masalan, hayz gekomen desek u keldi, yani uning kelishini kilo deb o'ylagandim, keldi degandek. Ik ben voor het examen geslaagd, imtihanda o'tib ketdim, yani o'tib ketaman deb o'ylagandim. O'tib ketishimni kutgandim, o'tdim demoqchi. Lekin to'qni ishlatgan vaqtda asli unda bo'ldi deb o'ylamagandim, lekin bo'ldi, yani hayronlik ma'nosida. İkinci xil ma'nosi yani shundoq-ku, ha deb yana bu yerda jazmlashtirish ma'nosini bildiradi. Masalan, "Uniya in Amsterdam to'q", yani siz Amsterdam tursiz-ku, ha? Siz Amsterdam tursiz-ku, shundoq-ku. Yani bu chaqda qarshi tarafning Amsterdamda turganligini, Amsterdamda turdi deb o'ylaysiz. Uni Amsterdamda turdi deb anglagan burun. Lekin 100% jazmlashtira olmaysiz. Lekin jazmlashtirish uchun Amsterdamda tursiz-ku, ha? Je hebt blauwe auto, toch? Yani sizin kök maşininiz bağ, ha? Yani kök maşinesi bağ deb bilisiz. Lekin jazmlashtirish uchun yana bir qitim so'rayapsiz. Habe to'q direkt indirin. Sizning 3 bolangiz bor-ku, ha? Yani 3 bolasi bor deb anglagan yoki burun ko'rgandingiz, lekin 100% aniq jazm qila olmaysiz, shuni jazmlashtirish uchun. Wij hebben toch om 6 uur afgesproken. Biz soat 6ga deyishdik-ku, ha? Degandek, yani ikkinchi xil ma'nosi, yani shundoq-ku, ha deb jazmlashtirish ma'nosida.